kollejga borasanmi? Yo'q, jo'ra mollarga qarashim kerak-da. Qizlar chittagida kutib turibdi-da. Bormasang o'zing bilasan. So'nglarim deylar to'ni bo'ya, bunchalar og'ir kechmasa ish hamma o'ya. Dilmor bo'ldi. Mahsus, sen вообще o'qimaysan-ku, kollejga nimaga har kuni kelasan? Men kollejga dars uchun bormayman-ku. Chiroyli bo'lib borsam chiqadi-da. Qizlar avtobuslarda bo'sh joy yo'qmi? Yo'q, bu sen maktabda yaxshi o'qiding-ku. Nimaga Maishat kollejiga topshirding? Men prosta hujjat uchun topshirdim. Ikkinchi kursda shaharga ketaman-da, repetitorda tayyorlanishga. Sizlar-chi? Bizlar ham tayyorlanib institutga kiramiz. Qaysi biriga? Qozontog' institutgami? Onangga bizanchidan postoyanno qizlar olibda chiqib ketadi. Bugun yana barcha kollej qizlariga sovg'a qilib bitta qo'shiq aytib ber. Jo'ra nima bizning kollejimiz Maishat kasb-hunar kollej bo'lsa, Maishat kollej deyiladi. Kollejga hozir nima boryapsan? Maishat qilgani? Ana shu Maishat kolleji deyiladi. Qizlar, tabriklanglar, men yerga tegdim. Nima sinfdoshlar, kursdoshlar orasida eng xunuk qiz birinchi yerga tegib ketadi? Chunki men o'qimagan bolaga tegmayman dedim. Menga ham har kuni sovchi keladi, hammasini отказ qilyapti. Alam qilsa menga bitta sovchi keldi, sira sevib oldim. Keyin yana keladimi, yo'qmi, Xudo bilan. Yomon alam Bola, umoni